9 yanvar biz hozir birin-ketin patsientlarimizga embrionni o'tkazib boshladik. Bu patsientkamizning yoshlari 35 da. Bizanikiligida birinchi, umumiy hisobda 7-ekoprogrammalar bo'lgan. Bungacha bo'lgan hamma ekoprogrammalar Turkiyada bo'lgan, natija bermagan, lekin biz bitta stimulyatsiyada 3 ta folikul o'sib, 3 ta tuxum hujayra olishga muvaffaq bo'lib, 3 ta embrion chiqqan edi va o'sha embrionni 2022-yilda ekkanimizda bitta o'g'il farzandli bo'lishgan va hozir oradan mana 3 yil o'tar o'tmas qayta o'sha davrda muzlatilgan embrionni ekishga kelishdi. Bitta a'lo sifatli embrionni hozir ko'rib turibsizlar, bachadonga joyladik. Bu safar ham bu farzandligisini inshaalloh tinchlikda, sog'likda qo'llariga olishlarini tilab qolamiz. Bularning AMG ko'rsatkichlari 0 juda ham past ko'rsatkich edi hozir. Aniq esimda yo'q, lekin aniq bilaman, bu 7-ekoprogrammasidan tug'ilgan bola va bu embrionlar 7-programmada muzlatilgan edi. Omad tilaymiz qizimizga. Bularning ham natijalari bundan keyin bo'lish nasib qilsin.